Assalomu alaykum kichik do'stlar. Tuvanda men sizlarga qizilbuk nomli cho'chakni so'zlab bermoqchiman. Qizilbuk. Bir qizchaq bar bo'lib, u hamisha qizilbuk kiyib yurgachga kishilar uni qizilbuk deb ataydi ekan. Bir kuni apsi uningga "Qizilbuk, momoz og'rib qapti. Uningga azroq yeydigan narsa olib bering, yo'lda o'ynab qolmoqchimi?" debdi. Qizilbuk ma'qul deb momusning uyiga qarab mengibdi. O'rmonlikqa yaqin kelganda bir bo'ri uchrab Qizilbukdan "Qizilbuk, nega ketyapsan?" deb so'rabdi. "Atdigaligingiz xayrlik bo'lsin, bo'ri apandi. Men momamga pechin piranik olib bergili ketyapman" deb javob beribdi Qizilbuk. Bo'ri "Ohoy, nim degan gap anglaydigan bola bu, ha? Bo'lsa momanga bir dasta gulmi olg'ash ketgin" debdi-da Qizilbukni bir gullikka boshlab beribdi. Qizilbuk rangarang gullarni ko'rib, gul o'sishga boshlabdi. Buni ko'rgan bo'ri uningga "Jiqroq o'zgin, tog'ning u tarafida texmi ko'p, texmi chiroyli gullar bor" debdi. Bo'ri chandurmasdan ketib qopdi. U ko'nglida "Bu qatim Qizilbuk bilan momusini biroqlaydigan bo'ldim" deb o'ylabdi. Bo'ri Qizilbukning momusining uyiga berib, eshikni chekibdi. "Momay, kim?" deb so'ragan ekan, bo'ri "Men, Qizilbuk" deb javob beribdi. "Momay, o'rnimdan turolmayman. Eshikning tutqichini burasanglar ichiladi" debdi. Bo'ri eshikdan kiribla momayga aytilibdi. Bo'ri momayni bir yalmabla yutib etibdi. Uning kiyimi va bo'kini kiyib olibdi. Qizilbukka kelsak, u gullarni yetkicha uzib momusining uyiga kelibdi. Qizilbuk momusining bo'kini cho'kirib kiyib karvat yotganligini ko'rib, "Moma, yaxshimisiz? Quliqingiz nimacha bundoq yo'g'inab ketdi?" deb so'ragan ekan, momusi "Qulig'im yo'g'on bo'lsa, gapingni oson anglayman" deb javob beribdi. Qizilbuk yana savol so'rashga boshlabdi. "Moma, ko'zingiz nimishqa bundoq yo'g'on?" "Ko'zim yo'g'on bo'lsa, seni obdan ko'ra olayman." "Moma, qo'lingiz nimishqa bundoq uzun? Og'zingiz nimishqa bundoq qo'rqinchli?" "Seni tutib olish, seni yeyish uchun" debla bo'ri karvatdan sakrab tushib, Qizilbukni bir yalmabla yutib etibdi. Bo'ri qo'rsoqlarini badangdek ko'ptirib, karvatda yetib rosa xo'rak tatib uyquga ketibdi. Bir ovchi darizining to'vidan o'tib ketib, bo'rining karvat yotganligini, qo'rsiqining to'limi to'mpiyib ketganligini ko'ribdi. Ovchi bo'riga qaratib o'q atmoqchi bo'lib, ko'nglida "Bo'ri momayni yevatgan bo'lishi mumkin" deb o'ylab, ustal ustidagi qaychini ilib, bo'rining qo'sqini yerishga boshlabdi. Qizilbuk bo'rining qo'rsiqidan "Voyjon, ajab qo'rqib ketdim" deganicha sakrab chiqibdi. Kaynidan momusimi aman eson chiqibdi. Ovchi yo'g'on bir toshni bo'rining qo'sqiga selib qo'yibdi. Momay yig'ni bilan bo'rining qo'sqini tikib qo'yibdi. Bo'ri qochib ketmoqchi bo'lib o'rnidan turibdi-yu, beshi yiqilib yerga tushib o'libdi. Kichik do'stlar, bugungi cho'chak anglitishimiz bu yerda oxirlashdi. Allohga omonat.